Hoy bola, tezlashtir. Hozirgi yoshlar g'ordan tashqariga chiqishni ham bilmaydi. Bizon ovlab go'sht olib kelishga kuchlari yetmaydi. Bular odam bo'lmaydi. Bizdan keyin hayot yo'q, yo'q. Hozirgi yoshlarning qo'liga qilich bersang, qo'lidan ayriladi. Biz yoshligimizda qanaqa edik? Bularning kelajagi yo'q-ku. Har xil bema'ni ishlardan ko'ra san'atga mehr qo'ysa bo'lmaydimi? Bular bir foydasi tegadigan ish qilsa bo'lmaydimi? Qarang, qanday satrlar. Bu esa bular paxta terishni ham bilmaydi. Mana ahvol. Bular kompyuterdan boshini ko'tarmaydi. Bizdan keyin kelajak yo'q. 2125-yil. Men bular haqida bir narsa deya olmayman. Bular teleport yursa bo'ldi. Bizni davrimizda qanaqa edi? Biz esa yoshlarga ishonamiz. Profi University. Profi University. Think out of the box.